Seni bolang nechta turli tortinadi 15 ga kirgan bolang? Ha? Bir qopni ko'tarib necha qadam yura oladi? Ana o'g'il bola, o'g'il bola mana shuni musobaqa qilmaylikmi? Jismoniy quvvatda. O'zi to'g'ri-da, sport bilan ozgina shug'ullanib, bilakka quvvat kirib qolganda o'g'il bolaga o'zi nima ham kirib qoladi ichiga? O'ziga bizning tilda uvereniy bo'lib qoladi. Birodalar, sport bilan shug'ullanishlikchi bolaga nafl xolasa qilib, xolamasa qilmaydigan amal emas, bu vojib bu. Payg'ambarimiz aytganlar, Alloh taologa zaif mo'mindan quvvatli mo'min afzal degan. Bolangizni shijoatli bo'lishini xohlaysizmi? Bitta yo'li sportga bering. Borsin. Ha, bolam zo'r bo'pti. Menga taqa yutib keldi. Ilib qo'ying yuzi to'g'risiga. Shu siz faxrlangan ekaningizni ko'rsin bola, ko'ngli ko'tariladi. Ha, sen odam bo'lmaydi. Ha, sen bo'larding sen. Bunaqami? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar.